ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو. افغانستان ملی تلویزیون و ملی نیوز مخلصلار السلام علیکم و رحمت الله برکاته. Bugün Panjshanbe Hicri Quyosh 1404 Bugün 8 Savr miladi 2025 yili 8 May bu kecha soat 9 o'zbek yangiliklarga xush kelibsizlar. Men Zaynab Fidaviy. Riyosatul Vazaro iqtisodiy o'rinbosari Mulla Abdulg'ani birodar Oxun boshchiligida iqtisodiy komissiya navbati yig'inida Herot, Helmand, Nangarhor va Balx viloyatlarida ekinchilik kompleksi ko'rsatish, rivojlantirish va o'simlik yog'i bo'limida o'z-o'zini ta'minlash olti reja tayid etildi. Bu reja asosida ekinchilik komplekslari 4479 jirib yer hududida qurilib, unga dehqonlarga mekaniza va zamonaviy ekinchilik haqida yaxshi xizmatlar tarqatib berilishi mumkin. د شپږو کرنیزو kompleksونو جوړول اوس په هرات، هلمند، Oldi ekinchilik kompleksi 4479 yirib yer hududida Herot, Helmand, Nangarhor va Balx viloyatlarida tuzaladi. Shunday tovuqlar sektori o'z-o'zining ta'minlash polisi asosida o'lkada 14 ming form faoldir va ushbu formlarga mustaqim suratda 100 ming kishi ishga masruflar va 300 ming kishi g'ayri mustaqim suratda ishga masruflar. Nabotiy yog' tavlidi tahrida 289 ming hektar yerda paxta, suyobin, sharsham, zig'ir va boshqa nabotlar ekilgandir. To o'lkaning 30% niyozlarini bartaraf qilishga qodir bo'lsin. G'azni markazida muhojirlar shaharchasi 2-nambari ochildi. Riyosatul Vazaro idoriy o'rinbosari Mavlaviy Abdusalom Hanafiy shahar qurish va maskan vaziri bilan G'azni viloyatida qilgan safarlarida muhojirlar shaharchasi 2-nambarini ochdi. Riyosatul Vazaro idoriy o'rinbosari aytishicha, Amirul Mu'min farmoni asosida mamlakat 34 viloyatida yangilikdan jabr bilan chiqarilgan muhojirlar uchun shaharcha tuziladi. Riyosatul Vazaro idora o'rinbosari shahar qurish va maskan vaziri bilan G'azni viloyati safar qilib va muhojirlar 2-nambar shaharchasini ochdi. Riyosatul Vazaro idora o'rinbosari aytishicha, fabrika va yaxshi ish kuchga ega muhojirlar uchun san'ati parklardan nimra tavzi bo'lishidan alova 5 yil soliqdan ham muaf bo'linadilar. U savdogarlardan mamlakatga sarmoya yetkazishni istashdan alova xalqaro muassasalardan esa muhojirlar ustida bo'linayotgan zulmi oldi olinishi uchun seslarni chiqarishlarini istadi. آن عده مهاجرینی که آنها در اونجا کاروبار کلان دارند، مثلا فابریکاها دارند. Qochqinlar ku u yerda yaxshi ish kuchga egadir, fabrikalari bor yo ham savdogarlik ishlariga masruflar. Ularga bir vija qo'mita ish qiladi va ularga ko'pincha qulayliklar nazarda olingan. San'atiy parklarga majoniy yer tarqatib beriladi va san'atiy parklar yaqinida uylar barlariga beriladi va 5 yilga qadar ular soliqdan muofdir va ayni holda o'zlarining fabrika mollarini va o'zlarining motorlarini Afg'onistonda vorid qila oladi beg'ayr soliq. موتر داشته باشند موترهای خود و بدون هیچ نوع مالیه می توانند در داخل افغانستان وارد کنند. Shahar qurish va maskan vaziri aytishicha, ushbu shaharcha butun imkoniyatlardan nazarda olingan, unga ko'ra jabr bilan cho'qolgan muhojirlar bilan yaxshi barxurd etilishi kerak. Bu yerda har kishiki tirikchilik qiladi. Bular bizlarni diniy, qavm, vatan inoqalarimizdir. Har holatda bular bizlarning ustimizda haq-huquqlari bor. Bizlar bularga qo'shli taahhud berishimiz kerak. Agarda islom amirligining budjeti kam bo'lsa, aholi o'zining yonida joy berishlari kerak. Bular bilan bizlar o'z nonlarimizni yarim qilishimiz kerak, o'z uylarimizni yarim qilishimiz kerak. Mana shu hijratning sunnatlaridandir. Pokistonda qochqinlar vaziyati xarob bo'lganda, o'sha qochqinlar bizlarning sistemlarimizga sabt bo'ladi va 2-nambar shahrak 1 numra yer marohili sabt rojistar boshlangan va tezlik bilan inshaalloh 1 numra yerda foydalanadilar. Muhojirlar 2-nambar shaharchasi 2 fozda tuzalib, ushbu shaharchada 5000 jirib yer jabri bilan cho'qolgan muhojirlarga tavsiya etilishi mumkin. Rasmiylarga ko'ra, ushbu shaharchada butun imkoniyatlar nazarda olingan.
Qochqinlar ishlari bo'yicha vaziri Mavlaviy Abdulkabir Logar viloyati Muhammad Og'o tumani mujohidlari va Bag'lon viloyat qavm buyuklaridan qatori bilan ayri uchrashdi. Uchrashuvda Mavlaviy Abdulkabir muhojirlar uchun shaharchalar qurilishi ishi tezlik bilan davomi bo'lib va tez vaqtda boshqa ayrim viloyatlarda ham yangi shaharchalar ochilishi ma'lum qildi. Uning ko'paytirishicha tegishli idoralar muhojirlarning doimiy qiyinchiliklariga yetishib olinishi uchun muazzaf bo'lingan. Ichki ishlar vazirligining birinchi o'rinbosari va kafili Mavlaviy Muhammad Nabiy Umari mamlakat ayrim viloyatlar hokimlari bilan uchrashdi. Ichki ishlar vazirligi so'zlovchisi Muftiy Abdulmatin Qoniyning aytishicha, uchrashuvda hokimlar o'z tegishli viloyatlarda tarqatilgan ish va faoliyatlari haqida ma'lumot berganlar. Qoniyga ko'ra, Umari janoblari hokimlardan aholiga xizmat tarqatish va tinchlik to'g'risida sa'y va harakat qilishlarini so'radi. Kobul baladasi aytishicha, mo'tarar gavjumi oldinishi uchun va shahar aholisiga qulaylik yaratilishi uchun shahar ayrim nuqtalarida 3 ta buyuk ko'prik tuziladi. Kobul baladasi numoyandasi ko'paytirishicha, ushbu ko'priklar tarh va dizayni nihoya bo'lgan va tadorruki ishlari yakunlangandan keyin Baraki 4 yo'li Kobul viloyatlari barobarida va Ko'hna shahar Minor-Nijot yaqinida tuziladi. Kobul shahri 6 milliondan ko'proq nufusi borligi bilan mamlakat eng gavjumli shaharlardan hisoblanadi. Shahar ichkarisida jo'dalari torligi va naqliya vositalar mezoni ko'p bo'lishi shahar aholisiga ko'pincha qiyinchilikni ijod qilgan. Ayni paytda Kobul baladiyasi shahar ayrim qismlarida mo'tar ketuvchi o'sha havoyi ko'prik tuzatishidan xabar berib aytishicha, ushbu ko'priklar tuzalishi bilan trafik gavjumi biroz oldi olinishi mumkin. Alhamdulillah, Barakining havoyi pul dizayni 1 yilga tugaldi. Bu 2 kelish oyida Barakida amaliy surat ish boshlanishi mumkin va boshqa pullar viloyat sohasining Joyshir sohasida bog'laydi va bir boshqa pul havoyi Minor-Nijot Kobul Logar sarakida tuziladi. Bu ish ham Kobul baladasining planda shomildir. Boshkent bir qator yashovchilari aytishicha, Islom amligi hokimiyatdan keyin Kobul baladiyasi shahar taraqqiyoti va yuksalishi uchun sa'y harakat qilgan va Boshkentda bir qator saraklar tuzalishi ishi davomi bor. Ular shuningdek Kobul baladiyasining mo'tar ketuvchi havoyi ko'priklar tuzatish tarixidan xush qarshilaydilar. Baraki sohasining gavjumligi ko'pdir. Bu zaruratdirki, bu soha pul havoyi tuzalsa va gavjumligining kamayishiga muhim roli bor. Bu yerda borib kelish ko'p bajariladi. Boshqa tomondan ham shaharning go'zalligiga sabab bo'ladi. Bir pul havoyi bordirki, ko'te sangi sohasida aholiga ko'p qulaylik ijod qilgan. Kobul baladiyasini istaymizki, havoyi pul Kobul butun sohalarda tuzalsa, bir tomondan shahar go'zalligi va gavjumligining oldinishiga sabab bo'ladi. Bir qator haydovchilar ham shahar ayrim nuqtalarida trafik gavjumi yagona dalilini mo'tar ketuvchi havoyi ko'priklar yo'qligi unvon qilib va borish-kelish mezoni oson bo'lish uchun ushbu ko'priklar ijod etilishini samarali unvon qiladilar. Ertangdan shom chog'ida qadar soha bog'liq va gavjum bo'ladi va aholining ko'pincha qiyinchiliklar hal etilishi uchun ushbu pul tuzalishi ko'p yaxshi bir ishdir. Kobul baladiyasi aytishicha, ushbu ko'priklar baladiya daromadi budjetidan tuzalib va Boshkent yashovchilariga ko'proq qulayliklar ijod etilishi uchun boshqa bir qator taraqqiyot planlar ham tatbiq etilishi mumkin. Qadrli muxlislar, o'zbeki yangiliklarimiz shodan iboratini uchrashguncha har birlaringizni Ulug' Tangri taologa topshiraman. Ayyomlaringiz har doim xushlik va xursandlik bilan o'tsin. Yaxshi kecha. Sato'y pusrovinu dada shahidanu kur, dada baturanu kur, dada baturanu kur, dada baturanu kur, dada baturanu kur. Sato'y pusrovinu dada shahidanu kur, dada baturanu